Assalamualaikum hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısıdan qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 1997 yılı 5 fevral günü Şərq Türkistan tarixida Xitay tajavuzçılarının vəhşiligiga şahid bolğan yana bir qarаңғы Zimiston gün. Tajavuzçı Xitayning Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Türkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni Şərq Türkistanğa bolğan mustamlikasiga şahid bolğan bir gün. Xitayning işğaliyeti, mustamlikasi, nüfus kontroli, qirg'inchiligiga qarshi G'ulji ko'chalarga to'kilgan xalqning tinch namoyishi, qonliq bostirish bilan natijalangan bu qahraton qora kunni Şərq Türkistan xalqi mangu asdan chiqarmaydi va Xitoy tajovuzchilariga qarshi tik turgan ruhidan faxrlanadi. Shundaqla bu ruhni abadiy yo'qotmaydi. 5 fevral G'ulji qatliamı Şərq Türkistan azadlıq görüşünün bir partisi. Bu gün мәңгі xatırlandı, şehitlerinin ruhiga dua qılındı. Mustaqillik iradesi yangilanadi. Muhaciratda yaşayotgan Şərq Türkistan xalqi bu günni xatırlab turlik fəaliyyətlərini qanat yaydırdı. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti, Şərq Türkistan sürgündə parlamenti, Alberta Uyğur Kültürü Cəmiyyəti vəkilləri, Kanadaның Edmonton şəhəri, Alberta qanun çıxarış binasının aldıda 7 fevral günü G'ulji qirg'inchiligini xotirlash munosabati bilan namoyish o'tkazib, axborot e'lon qilib mundaq dedi. G'ulji qatliamı 3 fevral günü Şərq Türkistandagi minglarcha Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlarining hurlik, adolat va kulturel erkinlik talab qilib, ko'chalarga chiqishi bilan boshlangan. Xitoy Uyg'urlarni terrorchi, bo'lginchi ekanligini, dinlarini va kulturini yashashining, ularni vahshiylik va Xitoy davlatiga qarshi isyonga tashviq qilganligini aytib, Uyg'urlarning bir yerga jam bo'lib dars o'tish, va'z tabliq qilish, tamoq yeyish, usul o'ynash qatorliq faoliyatlarni olib boradigan mashrab faoliyatini chekladi. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi qurolli soqchilari Uyg'ur fuqarolariga o'q chiqarib, namoyishni qirg'inchilikqa aylantirdi. Xitoy Xalq Ozodlik armiyasi qurolli soqchilari buningga qarshi olib berilgan namoyishdagi Uyg'ur fuqarolariga o'q chiqarib, namoyishni qirg'inchilikqa aylantirdi. Shu kuni 100 dan ortiq Uyg'ur o'ldirildi. Keyingi kunlarda minglagan kishilar qo'lga ilinib, turmalarga solandi. Yana ba'zilari qarshilik ko'rsatganlik uchun o'lim jazosiga hukm qilindi. Natijada Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlari kurash qilishdagi maqsadiga yeta olmadi. Xitoyning bexatarlik tadbirlari va bostirishi ilgirgidan kuchaydi. U kun qanchalik qo'rqinchli bo'lsa-mu, hozir yuz berayotgan ishlar buningdan nachar. Erlerimiz a'zolari uchun o'ldirildi, jazo lagerlari va turmalarga qamaladi. Ayollarimiz bo'lsa sistemlik turda bosqinchilikka uchraydi, qisirlashtiriladi, zulmga uchraydi. Bolalarimiz oilasidan elinib, Xitoyning davlat boshqarishidagi maktablarga o'rinlashtirilib, o'zlarining kimligini unutiltirish, xalqning maqsadidan xabarsiz qoldirish uchun mingisi yuyiladi. Sharq Turkistondagi ko'p qism kishilar o'z davlatining haqiqiy ismi va tarixini bilmaydi. Aksicha, ularga Xitoyning atalmish Şinjan rayonida yashaydigan osonliq millat ekanligi to'g'risidagi tashviqot kuchaytiriladi. Şərq Türkistandagi Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlar zulm, assimilyatsiya qilish, organ sodisining qurboni, miya yuyish va boshqa rayimsiz vahshiy qilmishlarga duch kelayotgan bo'lsa-mu, chet eldagi Uyg'urlar davomli Xitoyning nazorati ostida bo'lib, yurtdagi urug' tuqqanlar va yaqinlariga ziyon yetkazish tahdidiga uchraydi. Ko'pinchimiz vatanimizdagilar bilan aloqa qila olmaymiz. Sharq Turkistonga qaytganda tutib qilinish, jazo lagerlariga solinish, qiynashga duchor bo'lamiz. Buningdan qattiq bo'lgani Xitoy Sharq Turkiston bilan aloqador ta'tir tashviqot qilib, Uyg'urlarni usul o'ynayotgan, naqsh aytayotgan, o'z tilida erkin so'zlayotgandek ko'rsatib, keng ko'lamda tutqun qilish lagerlari, chiqib etilgan, oynativ etilgan masjidlar, qattiq nazorat qilinadigan ko'chalarni yoshiryotdi. Xitoy davlat televiziyasi Uyg'urlarni shod-xuram, baxtli qilib ko'rsatyotdi. Xitoy hukmronligi ostida hayotning baxtli bo'lganligini ilgari suryotdi. Ammo kameraning orqasida Uylarimiz boş, məscidlərimiz vayron qilingan, xalqimiz lagerlarda, turmalarda yoki egi-chaqisiz qabrlarga ko'milgan. Bu haqiqiy qirg'inchilik. Biz buning yuz berayotganligini ko'ryapmiz. Shundaqdimi 2026-yili dunyo yanala hech bir ish qilmadi. Biz dunyoning sukut tutishiga, Xitoyning tarixini qayta yozishiga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Biz butun bir xalqning yo'qotilishiga qarab turmasligimiz kerak. Bugünkidek namoyish qilishimiz kerak. Boshqalarni bizga qo'shilishga ilhomlantirishimiz va tirishchiligimizning bekorga ketmaydiganligini tushuntirishimiz kerak. Xitoy mahsulotlarini imkon qadar boykot qilishimiz kerak.
iPhone'ның alqışqa erişkenligi, Shein va Timo'ning arzon ekanligi yoki hammalarning Nike kiyishining zaruriyati yo'q. Biz insoniyatning bir parchasi bo'lgan Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini mablag' bilan ta'minlaydigan iste'molchilikni rad qilishimiz kerak. Agar yanada boyqut qilmaganda bu biz uchun cho'ng bir nomus. Biz o'zgarish hosil qilish, Uyg'urlarni qo'llashni qo'lga keltirish uchun oldi bilan harakat qilishimiz kerak. Agar Uyg'urlar o'zlari uchun harakatga o'tmasa, boshqalarning bizni qo'llashini kutolmaymiz. Biz xabardor qilishni oshirishimiz, haqiqatni o'rtoqlashishimiz, hukumatlarimizning haqiqiy tadbir qo'llanishini talab qilishimiz kerak. Biz dunyoga qayta takrorlanmasin degan va'daning o'rinlanishi kerakligini eskartishimiz kerak. Sharqi Turkistonga mustaqillik dedi. Sharqi Turkiston xalqiga Sharqi Turkiston surgunda hukumatiga vakolatan yana bir yosh avangardimiz axborot e'lon qilib mundoq dedi. Yaxshimsizlar, biz bilan birga bo'lgan har kimga salom. Biz bugun bu yerda faqat ishg'ol qilingan Sharqi Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa ko'pchilikning diqqatini markazlashtirish uchun emas, balki yuzlagan Uyg'ur o'ldirilgan va minglagan kishilar nohaq qamoqqa ilingan 1997-yildagi G'ulji qirg'inchiligini xotirlash uchun yig'ildik. Biz bu yerga xalqimizga adolat talab qilish, Xitoyning jinoyatlarini ayblash, ovozsizlarning ovozi bo'lish. Bir qancha yil ilgari yuz bergan G'ulji qirg'inchiligida shahid bo'lganlarning ro'yidan ilhom olib, vatanimizning ishg'ol qilinishiga va kimligimizning yo'qotilishiga qarshi turish uchun Uyg'ur xalqining irqiy qirg'inchiligiga sabab bo'lgan va bugungacha davomlashayotgan ishg'olga qarshi turish uchun yig'ildik. Uyg'urlarning yo'qotilishi, azob-uqubatga duchor bo'lishi va bugun biz shahid bo'layotgan irqiy qirg'inchilik 2014-yili boshlangan bo'lmasdan vatanimiz ishg'ol qilinishi bilan boshlangan. Uyg'urlar bu ishg'olga va kimligimizning o'chirilishiga qarshi turganlik uchun qayta qirg'in qilindi. G'ulji qirg'inchiligi Xitoy hukumatining bizni timtos yo'qotib o'tish urinishlarining biri bo'lganlikdan Sharqi Turkistondagi Uyg'urlar bu adolatsizliklarga qarshi unini chiqara olmaydi. Ammo biz, ya'ni Uyg'ur diasporasi va bizni qo'llaydiganlar buni qila olamiz ham shundoq qilishimiz kerak. Biz shuni ta'kidlaymizki, biz buni hargizmi unutib qolmaymiz. Davomli aslaymiz. Uyg'ur xalqi sukut qilishni rad qilgan bo'lsa-mu, bizning ovozimizni dunyo anglamaydi, e'tibor bermaydi. Azob-uqubatlar ko'z ko'rmasla yo'q hisoblanmaydi. Uyg'ur xalqi unutilib ketyotidi. Biz buningga yo'l qo'ya olmaymiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar azob ichida yashaydi. Chet eldagi Uyg'urlarning necha 10 yillardan sukutni buzmasligiga majburlanganligidan g'azablanamiz. Dunyo miqyosida bizning ovozimizni hech kim anglamaydi. Zulmni e'tirof qilish harakat bilan birlashmasa ahamiyati bo'lmaydi. Uyg'urlarning duch kelgan zulmlari nazardan saqit qilinadi. Ko'pincha Allohda ahamiyatsiz deb qaraladi va oddiy ko'riladi. Vaziyati to'g'risida xalqaro jamiyatning axborot vositalarida keng ko'lamda xabar qilishning yetarli emasligini nazarga olsak, bu ahvol ko'pincha tabiiy ahvol deb qaraladi. Natijada dunyoning ko'z oldida Uyg'urlar jimjit azob chekyotidi. Davlat ichi va sirtidagi aloqa asosan mumkin emas. Nurg'ulg'an ahvollarda davlat ichidagi Uyg'urlarmi davlat ichidagi voqealardan xabarsiz qoladi. Bugun biz faqat hozirgi ahvolimizga sabab bo'lgan har bir vahshiylikni eslab qolmay, yana Xitoyning jinoyatlariga qarshi texmo ko'p tunish va harakat qilishga chaqiriq qilamiz. Xitoy hukumati bizning G'uljida qilgan qirg'inchilikni va bugun ishg'ol qilib olgan Sharqi Turkistonda qilayotgan qilmishlarini unutib qolishimizni umid qiladi. Ular bizning tariximizni, kimligimizni va bizdan ilgari o'tganlarning fidokorligini unutib qolishimizni umid qiladi. Chunki biz ularni va ularning nima uchun kurash qilayotganligini unutib qolganimizda, ularning ismini tilga olishni to'xtatganimizda, ular bayonotlarimizni butunlay kontrol qila oladi va tarix betlaridan voqealarimizni, hikoyalarimizni o'chirib yetadi. Ular bizning bu qo'rqinchli vahshiyliklarni unutib qolishimizni umid qiladi. Ammo biz yildan yilga vaziyatni o'zgartirish uchun hayotini fido qilgan Uyg'urlarni xotirlashni davomlashtiramiz. Biz 1997-yildagi G'ulji qatliamini unutib qolmasligimiz kerak. Shundaqla eng muhimi jazo lagerlari, turmalar va majburiy emgak lagerlariga qamalgan millionlagan Uyg'urlarni, Sharqi Turkistondagi millionlagan Uyg'urlarning Xitoy siyosati ostida yashayotganligini unutib qolmasligimiz kerak. Xitoyning kültürümüz, tariximiz va kimligimizni yo'qotishga tuhfa qo'shadigan siyosatlari ostidagi millionlagan Uyg'urlarni unutib qolmasligimiz kerak. Faqat biz unutib qolgandala Xitoy hukumati Uyg'ur kimligini yo'qotishda muvaffaqiyat qozona oladi. G'ulji shahidlari zulmga qarshi tik turdi. Bugun biz jazo lagerlariga nohaq qamalib qolganlar,
Sürgünde yaşayotganlar, ovozini chiqara olmaydigan millionlagan kishilar uchun o'rnimizdan dast turdik. Biz Xitoy hukumati yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va 76 yillik ishg'oliyatning oxirlashishini talab qilamiz. Dunyo miqyosidagi Uyg'urlar va Sharqi Turkiston surgunda hukumati nomidan Kanadani Sharqi Turkistonni ishg'ol qilingan zamin deb e'tirof qilishga, Xitoyning sistemlik mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'ol qilish harakatini oxirlashtirish uchun keskin harakat qo'llanib, dunyoni Sharqi Turkistondagi vahshiyliklarni ayblashga va Xitoyning inson haqlari dafsanchilik qilmishi uchun javobgarlikqa tortishga chaqiramiz. Namoyishlarga qatnashing, savol so'rang, o'zingizni tarbiyalang, angliqligingizni oshiring, bilimingizni orttiring. Dua qiling, tashabbus qiling, ovozingizni chiqaring. Biz bilan birlikda Uyg'ur xalqining erkinligi, izzat hurmati va mavjudligi uchun kurash qiling. Sharqi Turkiston ozod bo'lib, xalqimiz qayta bir qatam izzat hurmat, tinchlik va erkinlik ichida yashag'icha to'xtab qolmaymiz dedi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining bosh ministri Alberta Uyg'ur kultur jamiyatining raisi Abdulat Nur apandi 7 fevral kuni qarshilik ko'rsatish bayonoti e'lon qilib, ijtimoiy axborotda o'rtoqlashib mundaq dedi. Mening suyimli xalqim, kurash qilayotgan qarindoshlarim, ey tarix shohidlari. Biz bugun bu erkin tuproqlarda vatanimizdagi azob-uqubat tortayotgan xalqimizga tutashgan qalbimiz bilan G'ulji qirg'inchiligining 29 yilligini xotirlab turibmiz. Biz bu yerda dunyoga zamonaviy yo'qotish mashinasi bo'lgan Xitoyning g'alaba qila olmaydiganligini jakarlash uchun keldik. Bugun dunyo mundaq bir haqiqatni anglasin. Sharqi Turkiston Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat. 77 yildan buyon Xitoy Kompartiyasi qonunsiz mustamlikachi kuch sifatida harakat qilib keldi. Xitoy bizning boshliqimiz yoki hokimiyatimiz emas. Ular bizning tajovuzchilarimiz. Ular zaminimizni taraqqiy qildirmaydi. Aksicha ular bizning meroslarimizni talon-taroj qilyotidi. Xalqimga men deymanki, umidinglarni uzmanglar. Ko'k bayroq faqat bir parcha raq emas. U shehidlarimizning kepini va kelgusimizning bayrog'i. Sizlarning chidamchanliginglar Beyjingdagi zolimning qo'rqinchli tushi. Hozir Kanada barliq demokratik davlatlar va xalqaro jamiyatga shundoq chaqiriq qilaman. Qattiq andish qilish vaqti o'tib ketdi. Vaqt vaziyatni nazorat qilish vaqti bo'lganda bu xiyonat. Sizlarning sukutinglar Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatining yiqilg'usi. Sharqi Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilinglar. Xitoyning zaminimizdagi mavjudligini xalqaro jinoyat deb ish tutish qilish vaqti keldi. Sharqi Turkiston surgunda hukumatini diplomatik yo'l bilan qo'llanglar. Bizning tartib etilgan o'rnimizni qaytarib beringlar. Qul emgakimizdan foyda oladigan shirkatlarni jazolanglar. Qon pulini inson hayotidan ustun qo'yishni to'xtatinglar. Gagadagi xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga deydiganimiz, biz sizlarga dalil isbotlarni elib keldik. Biz sizlarga hayot qolganlarni elib keldik. Biz sizlarga jazo lagerlari, majburiy tug'mas qilib etish va sistemli qiynashlarning dalil isbotini yetkazdik. Bizning arzimizni qabul qiling. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining adolatdan natijasiz qolgan muzeyiga aylanishiga yo'l qo'ymang. Xitoy jinoyatchilarini tekshirishni hozir boshlang. Xi Jinping va uning yordamchilari bu yer yuzida adolatning qo'lidan qochib qutula olmaydigan hech qanday bulung puchqoq yo'qligini bilishi kerak. Xalqim, Beyjingning bir balvoq bir yo'l qurilish turi bizning so'ngaklarimiz bilan bezalgan yo'l. Ammo bu yo'l parchalanib ketyotidi. Ularda texnika bor, bizda haqiqat bor. Ularda lagerlar bor, bizda iymon bor. Ularda pul bor, bizda mustaqillik irodasi bor. G'ulji shehidlarining intiqomi elinadi. Edmonton ko'chalaridan Tangri tog'larigacha to'laymiz. Ko'k bayroq lapildaydi. Ishg'ol oxirlashidi. G'ulji shehidlarining intiqomi elinadi. Yashsun to'liq mustaqil Sharqi Turkiston. Erkinlik uchun kurash yashsun. G'alaba sabrchan va jasurlarga oiddir, dedi. Bundan boshqa Belgiyada yashaydigan Uyg'urlar 7 fevral kuni, Shvetsiyada yashaydigan Uyg'urlar 8 fevral kuni jam bo'lib, 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirladi. Axborot e'lon qilib, Xitoy yurgizgan qonliq qirg'inchilikni la'natladi. Tik turgan qahramon xalqimizning ro'yining mangu o'chmaydiganligini ta'kidladi. Xitoyning Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib olgandan keyin yurgizayotgan irqiy qirg'inchiliklarini la'natladi. Irqiy qirg'inchilikning sababining Xitoyning ishg'oliyati, mustamlikasi ekanligini, Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning, Sharqi Turkiston xalqining mavjudligini saqlash, hurligini asliga keltirishdan iborat birdan-bir yo'l ekanligini qayta-qayta ta'kidladi. Shvetsiya Uyg'ur komiteti Shvetsiya va Yevropa davlatlarini irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun qonun chiqarishga, 3 turlik siyosiy majburiyatni ado qilishga, ya'ni birinchisi,
Xitoy hukumatining Uyg'urlarga davomli yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishga. Ikkinchisi, Sharq Turkistonni mustamlika ostidagi davlat deb e'tirof qilishga. Uchinchi, Xitoy hukumatiga qattiq cheklama qo'yib, Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyati Sharq Turkiston xalqiga qilayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga mas'ul bo'lishga chaqiriq qildi. Qozog'istondami 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash faoliyati olib berildi. Şərait tüpəyidən qərindaşlar sırtda namoyish o'tkazilmagan bo'lsa-mu, yig'ilib Qur'on o'qib shehidlarning ro'yiga, Sharq Turkistonning mustaqilligining asliga kelishini talab qilib duo qildi. Suhbat jarayonida kurash qilish irodamizni bo'shashtirmaslik, keyingi avlodlarni kurash qilish yo'liga yetaklashning muhimligi ta'kidlandi. Vatan insoniy haq va huquqni kapolatga ega qiladigan makondir. Vatan mushxil vasfga sazovor bo'lish sifati bilan o'rlikning, haqiqatning va adolatning yashamgohi, ko'klam zamini. Biliqning suvdan ayrilishi biliqning mavjudligi uchun hayotiy tahdid olib kelganidek, vatanning o'rlikdan, haqiqatdan va adolatdan ayrilishi o'xshashla vatanning mavjudligi uchun hayotiy tahdiddir. Mustamlikachilik, zulm va adolatsizlik mazkur hayotiy tahdidning ko'rinma yuzlari. Bu üç təhdid yo'qotilmay turib, ör vatandan, adolatlik millatdan so'z echish mumkin emas. Qarshilik ko'rsatish va mujodala qilish orqali mustamlika ostidan qutulish mumkin. Lekin qulluqdan ozod bo'lishning o'zi yetarlikmi deganda, albatta yetarlik emas. Chuqur vatanning o'rlikka erishishimi kapolatga ega bo'lishi kerak. Bu vajidan har qanday bir vatan mujodalasida mustamlikachilikni qo'g'lab chiqarishdan sirt, shu vatanni zulmdan va adolatsizlikdan tozalash, adolat o'rnatish shartdir. Ana shu chog'da vatan na faqat ozod vatanga aylangan, balki hur vatanga aylana oladi. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Bugungi xabarlarimizning oxirisiga keldik. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.